Ko'pchilik YouTube kanal ochib oladi-da, uni qanaqa qilib sozlashni bilmaydi. Odamlarning fikrida shu narsa rivojlanib qolganki, shunaqangi bir sir bor, YouTube kanal ochishni biz bilmaymiz, qolganlar biladi, shu sababli qolganlarning kanali yurib ketyapti-ku, meniki yurmayapti degan bir ichidagi hislar bilan yashaydi ko'pchilik. Shu narsani bugun barbod qilamiz, siz to'liqonli asl haqiqatni bilib olasiz. Ya'ni hech qanaqa sirli masalliq yo'q ekanini bugun tushunib yetasiz o'rtoqlar. Qisqasi, va'da berganimdek YouTube kanali to'liq sozlashni sizlarga bugun ko'rsatib beraman. Demak, hozir YouTube studioni saytidaman. Xohlaylar telefonda kiringlar, xohlaylar kompyuterda kiringlar, xuddi shu interfays ochiladi. Demak, bu bo'limdan sizlar moslashtirish bo'limiga o'tib olishinglar zarur. Avvalambor sizlar yangi Gmail ochganinglarda YouTube'ni o'zida nimadir nom qo'yib olishinglar kerak. Men o'zim bu kanalni keyinchalik yuritmasligimni hisobga olib, faqatgina sizlarga kanalni sozlashni ko'rsatib berish maqsadida buni qilayotganim uchun hozirda YouTube studiodan foydalanyapman. Sizlar birinchi bo'lib kanalingizning nomini YouTube'ni o'zidan kanal ochayotganda qo'yasizlar va sizlarda YouTube studio sayti paydo bo'ladi. Men esa allaqachon YouTube monetizatsiya deb nom qo'yib qo'yganman. Buni esa hozir sizlarga o'zgartirib, qanaqa qilib sozlashni ko'rsatib beraman. Demak, moslashtirish bo'limiga o'tamiz. Bu yerdan identifikator bo'limiga qaraydigan bo'lsak, menda allaqachon nom qo'yilgan, sizlarda xohlagan bitta g'alati identifikator paydo bo'lib qolgan bo'lishi mumkin. Sizlar bu narsani o'zgartirasizlar. Masalan, hozirgi paytda siz yo'nalishingiz qanaqa va qanaqa nom qo'ysangiz, keyinchalik odamlarning esida qoladi va aktual nomga aylanadi. Sizning shaxsiy brendingiz sifatida bu narsa taniqli bo'ladi. Shu narsani o'ylab ko'rasizlar. Masalan, men shunchaki Islombek Story AI deb yozib qo'yaman. Sizlar bu narsani chuqurroq o'ylab, yaxshiroq nom qo'yishinglar mumkin. Demak, band emas ekan, mana bu yerda yashil yonib turibdi. Agar bu qizil bo'ladigan bo'lsa, demak band bo'ladi bundan. Boshqa nom o'ylab topishga to'g'ri keladi. Xo'p, buni nusxa qilib olaman va kanalimizning nomiga ham ko'chirib qo'yaman. Kanalning nomi bilan identifikator mutlaqo har xil bo'lmasin o'rtoqlar. Maksimal bir xil qilinglar. Xo'p. Yaxshi. Tavsif degan joyga hozir sizlarga qanaqa nimalar yozishni ko'rsataman. Ko'pchilik tavsif yozishni bilmaydi, ideyalari bo'lmaydi. Shu sababli ham ChatGPT ga murojaat qilishimiz zarur. ChatGPT ga o'taman va men AI Story yo'nalishi bo'yicha kanal yuritaman. Kanalimni nomi Islombek Story AI. Shu kanalga qiziqarli inglizcha bio yozib ber. Va ChatGPT bizga aynan shu kanalimiz uchun qiziqarli inglizcha nom yoki da umuman bio yozib berishi mumkin. Welcome to Islombek Story AI deb yozyapti. Dive into a world. Xullas bu yog'i inglizchasiga ketaveradi. Bu narsani uzaytirishinglar ham mumkin yoki mana bu qisqa variantni ham qo'yib yuborishinglar mumkin bo'ladi. Xo'p, buni hozir biz tavsif bo'limiga qo'yamiz, ya'ni kanalimizning bio qismiga. Qisqasi bizda kanalning nomi tayyor. Tavsifga mana ChatGPT orqali chiroyli qilib bioni qo'yib oldik. Endi esa bizni qilishimiz kerak bo'lgan ishimiz faqatgina nastroyka bo'limida qolyapti xolos. Bosh sahifada mana bu joyini yoqib qo'ysanglar ham, o'chirib qo'ysanglar ham bo'laveradi. Lekin men yoqib qo'yishni tavsiya beraman. Bu yerdagi avatarka va bannerga keyinchalik to'xtalamiz. Hozircha buni chop etib turamiz o'rtoqlar. Demak, bizda kanalning nomi tayyor bo'ldi. Kanalning bio qismi ham bizda tayyor. Juda ham oson, ko'rib turibsizlar. Endi sozlamalar bo'limiga o'tamiz. Sozlamalar bo'limida valyutada xohlasanglar AQSh tursin, xohlasanglar boshqa valyutani qo'yib qo'yishinglar mumkin, lekin men AQShni tavsiya qilaman sizlarga. Kanal bo'limida o'rtoqlar joylashgan mamlakatni AQSh qilib qo'yaveringlar. Amerika Qo'shma Shtatlari eng qulay variant. Kalit jumlalar, ya'ni taglarga keladigan bo'lsa, hozirgina mana ChatGPT ga murojaat qildik. Aynan shu nisha bo'yicha menga maxsus
teglarni maxsus teglarni inglizchada vergul bilan yozib ber. Bo'ldi. Shu bilan endi bizga hozir eng aktual bo'lgan yaxshi teglarni yozib beradi. Bu yerdan o'zimizga keraklisini shunday nusxa qilib olamiz va kalit jumlalari bo'limiga o'tib turib kiritamiz. Ortiqchasi bo'ladigan bo'lsa, mana 500 taga ruxsat berilgan, 691 ta bo'lib ketdi bu yerda. Shunaqa holatda ba'zi birlarni o'chirib tashlash tavsiya qilinadi. Bo'lmasa, buni saqlanib qilib bo'lmaydi o'rtoqlar. Xo'p. Yaxshi mana. Xullas, endi kengaytirilgan sozlamalarga o'tganinglardan so'ng sizlar qilishinglar kerak bo'lgan bitta ish bor. Bu yerda aytilyaptiki, kanalingizni bolalar uchun yaratilgan deb belgilamoqchimisiz? Yo'q, siz bolalar uchun kontent qilmaysiz, shu sababli yo'q, bu bolalar uchun emas degan jumlani bosib qo'yasizlar. Pastdagi so'zlarga, pastdagi narsalarga umuman qaramanglar, bu narsa hozircha sizlarga kerak emas. Funksiyalarga ruxsat degan bo'limga o'tib turib, mana bu ikkinchisini tasdiqlab qo'yishinglar kerak bo'ladi. Buning uchun sizlarga beeline raqam kerak. Yoki sizlarda beeline raqam bo'lmasa, sotib olib o'tirmanglar, bizga murojaat qiladigan bo'lsanglar, meni o'zim sizlarga kafolatlangan holatda kanalinglarni sozlab, tasdiqlab ham berishim mumkin raqamlargacha. Buning uchun opisaniyadagi yoki aynan shu videoni kommentariyasidagi havola orqali Telegram kanalimizga o'tasizlar va YouTube markazi kanalidagi email menejerga, ya'ni meni lishkamga murojaat qilib, YouTube kanal ochtirishinglar mumkin yoki kanalinglarni raqamini tasdiqlatib olishinglar ham mumkin bo'ladi. Xullas, havola opisaniyada yoki kommentariyada qadalgan bo'ladi o'rtoqlar. Buni uchinchisi, yonmasa hayron bo'lmanglar, bu sizlarni boshida qo'lingizda bo'lmaydi, chunki kanalning aktivi sekin-astalik bilan ko'tarilganda buni o'zi avtomatik yonadi. Taxminan 1 oy davomida to'xtatmasdan sifatli videolarni qo'yib tursanglar, o'zi avtomatik yonib ketadi. Bu ya'ni kanal tarixi. Bu nimaga kerak desanglar, birinchi o'rinda mana video tavsiflariga havolalar qo'yishinglar mumkin. Yoki har kuni ko'proq translyatsiya, ya'ni live'lar qilishingiz mumkin. Ko'proq videolar qo'yasiz, ya'ni sarlavhalar va eskizlarni AB formatda sinov qilishinglar mumkin. Demak, monetizatsiyaga eng asosiysi ariza berishinglar mumkin bo'ladi. Bu yonmasa monetizatsiyaga, ya'ni kanalinglarni pulga ulashga ariza bera olmaysizlar. Shuni ham hisobga olib qo'yinglar. Birinchidagisi esa o'zi avtomatik yonib bo'ladi. Demak, bu yerda nimalar qilish kerakligini sizlar bilan bilib oldik. Yuklash sozlamalari bo'limiga o'tganimizda esa quyidagi oyna ochiladi. Agar sizlar shorts video joylaydigan bo'lsanglar, bu yerni sozlash shart emas. Agar uzun video joylaydigan bo'lsanglar, albatta sozlab qo'yinglar. Masalan, bu yerdan ruxsatni tanlayapti. Ruxsatda videoingiz hammaga ochiq bo'lsinmi yoki har safar maxfiy yoki havola orqali qilib turib keyin ochiq qilasizmi degan savol beryapti. Bu yerdan hammaga ochiq bosib qo'yinglar o'rtoqlar. Teglar bo'limiga har safar video qo'yayotganingizda avtomatik chiqishi uchun boyagi teglarni kiritib qo'yasizlar. Bu yerdan ortiqchalarni men o'chirib tashlayman. Okey, bo'ldi. Bo'ldi mana. Xo'p, tavsifga keladigan bo'lsak, ko'pchilik tavsifga ham nimadir yozib qo'yaylik. Har safar video qo'yayotganimizda tavsif, ya'ni bio yozib o'tirmaymiz deydi. Lekin o'rtoqlar, har safar video qo'yayotganingizda har xil bio yozinglar, har xil tavsiflar bo'lsin. Bir xil bo'lsa, bu YouTube qonun qoidalariga zid o'rtoqlar. Maksimal o'zgartirishlar bilan tavsif yozinglar. Nom tabiiyki har safar har xil yoziladi. Buni ham bir xil qilib o'tirmanglar. Kengaytirilgan sozlamalarda til bo'limiga o'tasizlar va video tilini amerikancha qilib qo'yasizlar. Bu yerdan pastroqga tushamiz. Pastroqda mana inglizcha Amerika Qo'shma Shtatlari turibdi. Bu yerda har xil inglizcha tillar bor, faqat ulardan farqi Avstraliya, Buyuk Britaniya shevalari bor, Hindiston aksenti bor bu yerda. Siz faqatgina AQShni tanlab qo'ying. Nom va tavsif tiliga ham AQShni tanlab qo'yasiz o'rtoqlar. Boshqa tilni belgilab qo'ymanglar. Belgilab qo'ygan taqdiringizda ham o'ta bir ziyon keltirmaydi-yu, lekin AQShni tanlash odatda foydali. Turkumga keladigan bo'lsa, yo'nalishingizga qarab turib turkum tanlaysiz. Masalan, men odamlar va bloglarni tanlab qo'yaveraman, chunki hikoyalar yo'nalishi bo'yicha kontent qilaman.
Xo'p, nastroykalarni mana ko'rib chiqdik. Kengaytirilgan sozlamalarda mana bu tugmalarga tegmaysizlar. Axborot degan joyga nima kiritishni bilib oldinglar. Bu yerdan kanal bo'limida ham nima qilishni bilib oldinglar. Pastda ruxsatlar bo'limiga tegmaysizlar. Bu yerda sizlarning ishinglar yo'q. Hamjamiyatga ham tegmaysizlar. Bu yerda ham sizlarning ishinglar yo'q. Kelishuvda esa umuman ishinglar yo'q. Birinchi kanal ochganda kanal bo'limida mana bu joylarni sozlab qo'yasizlar, raqam tasdiqlaysizlar. Yuklash sozlamalarida esa men ko'rsatgan ishlarni qilib qo'ysanglar bo'ldi. Shu bilan YouTube kanalinglar to'liq sozlangan bo'ladi. Buni qanaqadir yashirincha sirlari yo'q, faqatgina shu qonun qoida bo'yicha qilsanglar bo'ldi o'rtoqlar. Hozirgi paytda ishoninglar, hattoki mana bu teglarni qo'yish ham unchalik majburiy bo'lib qolmagan, chunki teglar hozirgi paytda videoni ko'tarilishiga asosiy sabab emas. Hattoki 50% ham rol o'ynamaydi. Shu sababli teglarga o'ta berilib yubormaylar, ammo qo'yib qo'ysanglar foydali. Nastroykani saqlaymiz o'rtoqlar. Masalan, sizlar o'ylaysizlarki, o'ta sirli joylarini ushlab olib, sirli masalliqlar bilan kanal ochadigan bo'lsam, keyinchalik ham kanalim zo'r yurib ketadi deb o'ylaysizlar. Lekin unaqa emas. Kanal ming zo'r ochilmasin, kontentinglar sifatsiz bo'lsa, unda kanal yurmaydi. Meni o'zim masalan obunachilarimga zo'r qilib, sifatli qilib, maksimal premium qilib kanalni ochib berganman, ammo o'shanga yarasha kontentlar qo'ymagani uchun ba'zi birlarda prosmotrlar bo'lmagan. Shuning uchun men aytaman, YouTube kanal ochish xizmatini oldiga bekorga darsliklar qo'shib qo'ymaganmiz. Ya'ni biz kontent tayyorlash darsliklarini bunga bonus sifatida berishimizdan maqsad video qo'yishni, umuman video tayyorlashni o'rgansin, qo'shimcha bilim bo'lsin. Shunda biz ochib bergan kanalni yuritishda qiynalmaydi degan maqsad bor o'rtoqlar. Qisqasi, boya aytganimdek, YouTube kanal ochishda qiynalsanglar yoki mana bunday sifatli banner avatarka qilishda qiynaladigan bo'lsanglar, buni biz o'zimiz bajarib berishimiz mumkin. Hozir sizlar bilan bunga banner bilan avatarka ham yasaymiz o'rtoqlar. Buning uchun ChatGPT ga murojaat qilaman. Yuqoridagi kanal nomini eng qiziq ikkita harfini bir-biriga qorishtirib, mavzuga mos logo qilib berishi uchun Nano bananaga prompt yozib ber desam, o'zi yozib beradi o'rtoqlar. Men o'zimni saytimga o'tib olaman. Ya'ni Nano banana ishlatish uchun o'rtoqlar Gemini'ni sotib olishinglar kerak. Tekinga ishlatish qiyinroq, ozgina ishlab beradi, keyin yana pulli bo'lib qolaveradi o'rtoqlar. Qisqasi, promptni hozir nusxa qilib olamiz. Va Nano bananaga yuboramiz. Va bizga kanalimiz uchun logo tayyorlab beradi. Tayyorlaguncha biz bannerga ham harakat qilib turamiz. Ya'ni bizga sal soddaro variant bo'laveradi, vaqtimizni olib qo'ymasligi uchun. Xo'p, endi shu kanal uchun shu stilda subscribe deb yozilgan banner qilib berish uchun prompt yoz. Tekst o'rtamiyona telefon ekranida ko'rinadigan razmerda bo'lsin. Odatda telefonda banner o'ta xunuk ko'rinib ketmasligi kerak, chunki sizning kompyuteringizda yaxshi ko'rinayotgan narsa telefonda unchalik yaxshi ko'rinmasligi mumkin. Odatda telefonda ko'rishadi YouTube'ni. Shuning uchun birinchi o'rinda telefonga moslab chiqaringlar bannerlarni. Xo'p. Dollarni chiqarib berdi. Nima qildi bilmadim-ku, ammo anchagina o'tirib qo'ydi. Menimcha buyruqni noto'g'ri tushunib olgan ko'rinadi. Xo'p, qayta yuboramiz. Agar qandaydir xatolik bo'ladigan bo'lsa, qayta yuboringlar. Bu sun'iy intellekt, u ham xato qiladi o'rtoqlar. Hatto mana bu yerga yozib ham qo'ygan. Bu AI ham xato qiladi deb yozilgan.
Demak, buni ham nusxa qilib olamiz. Keyin yana bir narsa, odatda nano banana orqali qilayotganingizda anaqangizni banner avatarkalarni formatini kattalashtirib yuborish mumkin. Masalan, megabayt katta bo'lib qolsa, boya ko'rsataman hozir. Qabul qilmasligi ham mumkin YouTube. Shuni ham hozir ko'rib chiqamiz. Vaqtdan yutish uchun yana bitta oyna ochib turib, keyingi bannerimizni promptini kiritib yuboraman. Ozgina cho'zilyapti, chunki bu boya aytganimdek sun'iy intellekt ba'zida prompt yaxshi bo'lmay qolishi mumkin. Shuning uchun biz hozirda VIP kanalimizga prompt yozish bo'yicha mukammal darslik chiqardik o'rtoqlar. Aynan o'shanda qanaqa qilib promptlar yozib to'g'ri kontent qilishni, to'g'ri rasm, videolar tayyorlashni o'rganib olishinglar mumkin. Xo'p, mana bunday rasm tayyorlab berdi. Xo'p, yaxshi. Buni shunday nusxa qilib olaman yoki yuklab ham olishim mumkin. Bannerga keladigan bo'lsak, ozroq kutamiz. Xo'p, xuddi shunday holatda banner qilib berdi bizga. Hozir qo'yadigan bo'lsa, mana bu tepadagisi xalaqit berib qoladi. Shuning uchun faqat subscribe teksti bo'lsin. Qolgan tekst va belgilarni olib tashla deyman. Xatolik chiqib qoladigan bo'lsa, xuddi shunaqa qilishinglar zarur o'rtoqlar. Keyin nima desa bo'ladi? Sifatsiz chiqib qopti, noto'g'ri o'rgatibsan demanglar, chunki hamma ham xato qiladi. Ayniqsa biz zo'r ishlaganimiz bilan sun'iy intellektda o'zi ko'proq adashib qoladi ba'zida. Shu sababli aql o'rgatib turishinglar kerak. Ya'ni men mana buni xohlagandim, sen mana bunaqa chiqaryapsan deb turib aytsanglar, o'zi to'g'rilab berasiz ekan. Xo'p, endi boyagi avatarkani hozir yuklaymiz sizlar bilan. 6 megabayt bo'lib ketibdi mana o'rtoqlar. 6 megabayt bo'lib ketganligini sababi 4K formatda qilgan, lekin siz faqatgina 4 megabaytgacha bo'lgan videolar, avatarkalarni yuklashinglar mumkin YouTube Studioga. Bu bitta minus. Xo'p, hozircha bannerni ko'rib turaylikchi. Yaxshi. Hozir buni yuklab olaman. Agarda 6 megabaytdan kattalashib ketmasa, biz hozir yuklab ko'ramiz. Yoki bizda yana bir anaqa bor, yo'li bor. Buni shunday kiritib turib o'rtoqlar. Bunda yuklab olishimiz ham mumkin menimcha. Yoki yo'qmi? Sahraint qilish mumkin. Sahraint qilib turib buni banner bo'limiga kirib avatarkaga tiqib qo'yamiz. Yo'q. Hozir adashib ketdim. Birozgina adashib ketdik. Mana bu joyda sal kattalik qildi. Banner yasash ham oson emas o'rtoqlar, ko'rib turibsizlar. Kattalik qilgan jarayonda buni aytasizlar. Tekst sal katta bo'lgan. Ozroq kichraytirib ber. Hozir endi salgina kichraytirib beradi va to'g'ri tushadi o'rtoqlar. Qisqa shunaqa o'rtoqlar, ba'zida sizlar nastroykani juda tez qilishinglar mumkin, qolgan ishlar zo'r bo'lib ketishi mumkin, lekin hamma ham sifatli banner avatarka qilavermaydi, qo'lidan kelmaydi. Odatda bunga ozgina ideyalar kerak bo'ladi, ozgina mehnat kerak. Shuning uchun YouTube kanal ochishda biz nimaga bu narsani joriy qilganmiz? Hamma ham sifatli kanal ochavermaydi. Nastroyka qilishni bilishi mumkin, lekin hamma ham telefon raqam tasdiqlay olmaydi. Hamma ham anaqa sifatli banner avatarka qila olmaydi. Shuning uchun shu yo'lini biz joriy qilib qo'yganmiz. Demak, tepaga nisbatan sal kichraytirib berdi menimcha, yoki men rangini o'zgartirib qo'ydim, bilmadim. Prompt kiritamiz shekilli qattiqroq.
o'zi aslida yuqoridagi avatarkani ham yanada yaxshiroq qilishimiz mumkin, sifatli qilishimiz mumkin, ammo ko'p holatlarda bu vaqt olib qo'yadi. Masalan, qaranglar. Bunga o'tamiz. Buni nusxa qilib oldik-ku, ChatGPT ga aytamiz. Menga sal soddaroq minimalizm stilida harflar qorishmasidan kelib chiqqan logo kerak. Shuni tayyorlash uchun prompt yoz. Okey, endi yaxshiroq qilib bizga hozir prompt yozib beradi. Ungacha bannerga qarab turamiz. Bannerni xuddi shunaqa holatda tayyorlab berdi. Juda kichraytirib yuborgan. Sizlar buni xoh kattalashtirishingiz mumkin, xoh yanada moslashtirishingiz mumkin, ammo hozircha banner sifatida qo'yib tursa bo'ladi buni. Shunday o'rtoqlar, ba'zi bir holatlarda bu vaqt oladigan jarayon bo'lgani uchun videomiz ham cho'zilib ketyapti. Ayniqsa men videoni to'g'ridan to'g'ri yozayotganim uchun ham ba'zi bir xatoliklar ko'rinib qolyapti. Ya'ni AI qanchalik ko'p xato qilishi yoki siz hech qanaqa tayyorlovsiz promptlarni oldindan tayyorlamagan holatda ishga kirishadigan bo'lsangiz, qanchalik vaqtingizni olib qo'yishini ham ko'rib turibsiz. Bu sizga dars bo'ladi o'rtoqlar. Xo'p, buni kiritib qo'yamiz. Ungacha yuklash bo'limiga kirib, bannerimizni kiritib turamiz o'rtoqlar. Mana, juda ham yaxshi, o'zi juda maromida bo'libdi. Endi avatarkaga qaraydigan bo'lsak, hozir tayyorlab beradi. Videoni hech qanaqasiga kesmayman yoki montajla qilmayman o'rtoqlar. Bu ochiq oydin sizlarga ko'rsatib berilayotgan narsa. Hech nimani yashirmayman, to'liqligicha ko'rsataman dedimmi, shunaqa bo'lyapti. Shunday ekan, menimcha sizlarga bu maqbul variant. Xo'p, mana bunday logo yasab berdi. Bu sizlarga yoqmasa, bu logoni ChatGPT ga yoki Gemini'ning o'ziga menga bunisi yoqmadi, mana bunday stilda qilib ber yoki mana bunaqa qilsang, rangini mana bunday o'zgartirsang yaxshiroq chiqadi deysiz, buni o'zgartirib beraveradi bemalol. Hozir yana 4 megabaytdan oshib ketib qoldi. To'g'risi hayron qolyapman. 4K formatda qilayotgani uchun ham shunaqa bo'lyapti. Buni hozir qayta yuklab olishimiz kerak. Qayta yuklaganimizda ham yana shu formatda chiqib olishi ehtimoli bor. Mana. Undan ko'ra nusxa qilib olishimiz kerak ekan. Yoki shunchaki telegraminglarga o'tinglar va tashinglar. Shunda formati sal kichrayadi, ammo men maxfiylikni saqlagan holatda hozir to'g'ridan to'g'ri telegramimga o'tgim kelmayapti. Bo'lsa bo'ldi, bo'lmasa o'rtoqlar, bannerni tayyorlab oldik-ku, qolganini o'zingizlar tushunib turibsizlar. Mana tayyor bo'ldi. Qo'yib yuboramiz. Vaqtimiz cho'zilib ketayotgani uchun ham shu narsani qilyapman. Bo'ldi. Xullas, kanalimiz shu bilan tayyor. Mukammal darajadagi kanal bo'lmadi, buni tan olaman, ammo sizlar qanaqa qilib kanal ochishi va banner avatarkani qanaqa qilishi bilib oldinglar. Juda sodda, oddiy, o'zingizlar ham qilaverasizlar. Buni men 100 barobar yaxshiroq qilishim mumkin, ammo menga vaqt kerak. Video esa cho'zilib ketmasligi kerak. Men buni to'g'ridan to'g'ri yozayotganim uchun ham oldindan kanal ochishga promptlarimni, ishlarimni tayyorlab olganim yo'q edi. Tayyorlab olsam yanada ishim tezlashadi va sifatliroq bo'ladi. Sizlar ham shunaqa qilinglar. Kanalni hozir holatini ko'ramiz sizlar bilan. Xo'p, hozir bannerni chiqarmadi. Ko'pincha holatlarda shunaqa bo'ladi o'zi. Mamnun qilamiz. Mana. Kanal tayyor bo'ldi o'rtoqlar. Buni shunday xohlasanglar nusxa qilib
olib qo'ysanglar ham bo'ladi, yangi kanal ochdim mana deb maqtanish shu. Qisqasi shunaqa. Odatda banner avatarga qilayotganingizda bannerni mana bu rangi bilan logoni rangi har xil bo'lib qolmasin. Hozir bizda ozgina xatolik bo'ldi. Vaqtimiz kam bo'lgani uchun buni to'g'rilamadim. Ammo sizlar vaqtinglar bemalol bo'ladi. Buni bir-biriga moslashtirib, qorishtirib yuboringlar. Demak, shu joyda videoni yakunlaymiz. Boya aytganimdek, Telegram kanalimizga qo'shilib qo'ysanglar manfaatli bo'ladi, chunki bizda YouTube bo'yicha har xil xizmatlar bor, darsliklar bor va kanal sotish xizmatlari bor. Undan tashqari qo'shimcha bepul yordamlar berib boriladi. Havolani o'rtoqlar kommentariyadan topasizlar yoki opisiya orqali qo'shilib olishinglar mumkin kanalimizga, yoki shunchaki Telegramga o'tib YouTube markazi deb qidiruv beringlar va bizni kanal kelib chiqadi va qo'shilib olinglar o'rtoqlar. Demak, shu joyda xayrlashamiz. Videomiz menimcha 20 daqiqagacha cho'zilib ketgan bo'lishi mumkin, ammo qo'ldan kelgancha tushuntirib berishga harakat qildim. Hammaga xayr.